6 sotik 4 xonali kottedj sotuvga chiqqan. Toshkent shahar O'rta-Chirchiq tuman Sholkor mahallasi Humo to'yxonasi yonginasidagi kottejlardan. Yonginasida Kattaqo'yli bozor qurilyapti. Mana shu qurilayotgan domlardan. Narxi $200,000, kami bor, joyida gaplashamiz. Faqat naqd pulga. Mevali daraxtlar ekilgan. Chiroyli hovlimiz. Kanalizatsiya bor, yama qilingan. Artizan bor, garajga vodoprovod bor, gaz svetlari bor. Bu yoqda kotelning xonasi bor. Dushovoy kabinkalari bor. Xonalar alohida. Kirib kelishimiz xo'l. Abo'ylangan, sifatli abo'ylanan, chiroyli naqshli abo'ylanan ishlatilishgan. O'ng qo'limizda oshxona, kuxnya mebellari qoladi. Narxi $200,000. Hujjatlar joyida, notariusga tayyor. Profili bundan boshqa uylar ham bor. 2,5 sotik 2 xona $35,000 ga uchastka bor. Uni ham profilga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Panorama oynalar qilingan. Chiroyli naqshli patologlar qilingan. Rasm bilan lokatsiyalarni Telegram kanalidan olsanglar bo'ladi. Bu ko'rayotgan uylar reklama asosida. Egalarining telefon nomerlarini yozaman, telefon gaplashsanglar bo'ladi. Agar ham uy sotayotgan bo'lsangiz, tekinga reklama qilib beraman. Evaziga podpiska tashlab qo'ysanglar kifoya. Albatta bundan boshqa arzon hamda chiroyli uylarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Uyimiz ikkinchi liniyada, kottejimiz ikkinchi liniyada joylashgan. Sinfga tushmagan. Xohlasanglar, agar sotib olish niyatinglar yo'q, arendaga olish niyatinglar bo'lsa, mana shu uchastkamiz sizga yoqqan bo'lsa, arendaga olsanglar bo'ladi. Narxi $1000. Nima kerak bo'lsa qo'yib beradi. Sizlar bilan Makler Akmal, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Profilda bundan boshqa uylar ham bor. Sog' salomat bo'linglar.